Bugun erim Rossiyadan kelganlariga ikkinchi kun. Ertalabdan ochiqgina kofelarni ichib, makiyajlarimni qilib, kiyinib, hamda sizlarga videolar oldim. Bloger bo'lish ham oson emas, chunki meni erim kelganlar, lekin men syomkamni admin qilib bilmayman. Va shu uchun kiyinib, tezda Podrushka magaziniga keldim. Birinchi syomkamiz shu yerda. Bugun biz Podrushka magazinida byudjetni, uходовый va dekorativniy kosmetikalarni obzorini qildik. Bir ikki kunda videolar chiqadi. Kimga qiziq bo'lsa, Podrushka magaziniga obuna bo'lib qo'yamiz. Keyin biz Asalka shopiga keldik. Odam juda ham ko'p edi, video olib bilmaymiz deb o'yladik, lekin oldik. Aytgancha Asalka shopga 99 ming so'mga sapugilar ham olib kelayotganlar. Keyin men vokzaldagi Podrushka magazinidan borib bir ikkita narsachilar oldim. Mondaga o'tirib singlimni kutdim. Bir ikkita magazinlar kirdik va shu bilan uyga keldik. Uyda shubamni almashtirdim, chunki bozor borishimiz kerak edi. Bunaqa fifichka bo'lib bozor bormayman-ku. В общем, kechasi ujinga biz sushi qilishga qaror qildik. Uyda ham bozorlik yo'q edi, shu uchun ko'p narsachilar olib uyga keldik va bismillah deb sushini tayyorlashni boshladik. Keyin erim keldilar, erimga prank qildim. Короче, bu video chiqadi, juda ham kulgili. Обязательно kirib ko'ringlar. Ungacha bizani sushimizni guruchi sovdi, shu uchun tezda sushilarni o'radik va bu dafar bizada ikki xil sushi bo'ladi. Bittasi zapechonni, ikkinchisi shunaqa baliqli. Sushi rollarni juda ham yaxshi ko'raman, особенно uyda qilsangiz va mazza bo'ladi. Keyin erimni jo'ralar bilan o'tirishlar bor edi, shu uchun biz kino ko'rishga keldik, erim o'tirishga ketdilar. Kinoning nomi Хищник Planeta Смерти menga juda ham yoqdi. Endi sovuqlar boshlandi, shu uchun sizlar ham kinoga borib turinglar. И всем пока.